Barchaga salom boshida bugun men sizlar bilan xalqaro olam ochdim. Hoziroq xalqaro olam ochdim. Artefakt o'xshab hamma topshiriqqa bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Barchaga salom. Do'stlar, mana kirdim. Nimaga boshlagan esimdan chiqib ketdimi nima? Qishloqda yana paydo bo'libmiz, lekin hoziroq daraxt chopib olib, keyin mana bu o'tku. Bu yangi versiyada qo'shilgan narsa. Do'stlar, bu birinchi topshiriq. Minecraftga kirishdim, lekin birinchi topshiriq edi. Demak, bizga hozirchalik ikkita topshiriq bajarildi. Do'stlar, taxtali kirka ham adashmasam yana bitta topshiriq degani. Mana oldin esa qishloqqa boramiz. Kanalga obuna bo'lib bosib qo'ying. Do'stlar, siz shunaqangi videolar chiqishini xohlasangiz, albatta kanalga obuna bo'lib bosib qo'ying. Do'stlar, keyingi video hatto 80 ta videodan 80 ta obunachidan keyin bo'lishi mumkin. Temir tafti degan topshiriq ham bajarishimiz mumkin. Faqat undan oldin mana yana bitta topshiriq. Shu topshiriq bajarildi. Verstak cho'pchalar o 4-chi topshiriq o. Boshlashi bo'ladi. Do'stlar, bu yerda nayza qo'shilgan mana. O'zi shu nayza va shaka nayzalar, zo'r narsalar bo'lganligi uchun zo'rda bu Minecraftda. Yana bitta topshiriq. Faqat do'stlar, ozgina kuchayib olsam. Hozirda 5 ta topshiriq bajardik. Hozircha yaxshi ketyapti. Kuchayish kerak. Do'stlar, hozir yana bitta topshiriq bajariladi. Mana buni ichiga kiramiz. Va ketdi. Yana bitta topshiriq, 5-inchisi. 5-chi topshiriq ham bajarildi. Burada esa topshiriq yo'q. Lekin men nayza savolim do'stlar. Bu yangi versiyada qo'shilgan hojatga. Bu nayzaning xususiyati shunaqaki, qancha uzoqdan va tez kelib ursa, naqib ursa, do'stlar, mana shunaqib ursa, shunchalik ko'p jon ketadi. Bugungi videoda men hattoki Netherite'ni ham yasashim kerak. Do'stlar, bu nima? Ertalabda paydo bo'lish sizlargami? Ertalabda men paydo bo'laman. Iskelet. Do'stlar, o'lamaman. Xalqaro olamda hattoki birinchi kun bo'lmasdan oldin ham o'lib ketdim. Agar do'stlar, men 100 ta obunachi bo'lsam, albatta xalqaro olamda 100 kun yashayman va barcha topshiriqlarni bajaraman.
Men sizlarga va'da beraman. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Video yoqqan bo'lsa do'stlar, kanalga obuna va bosib qo'yinglar. Bu juda ham muhim. 100 ta obunachi bo'lganimiz zahoti men yangi videoni olaman va sirrasi ashunda men sizlarga 100 kun yashash qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Faqatgina 100 tagina obunachi kerak do'stlar. Bunaqa videolar, qiziq videolar hali oldinda. Kanalga obuna va bosib qo'yinglar. Video tugadi.